Bu qilingan xatoni umrlaringda takrorlab yurmanglar. Mana soat millarimiz 10:37 bo'ldi. Qashta 11 ga qarab. Mana shu arava bilan soat 4:30 dan beri olishyapman. 4 dan beri pashti. Xo'p, istoriyasi qanaqa bo'ldi? Klient keldi, biz o'z aslida motor xadoyi qilamiz. Kelib ukadida shunaqa risollar bir qator chiroyli teribelin rezinkalarni almashtirib deyishdi. Aka qanaqa bular hech qilmaganmiz dedik. O'zlari beraman dedi, huyna dedi. Ukadida qancha tez bo'ladi damazdan işte. Akalar, mana shu aravani bo'yincha 4 ta samlov bo'ladi. 3 ta damazni seli oldidan shu orqa xadoyini qilib, risollargacha terib chiqib ketgan bo'ladi shu ketgacha. Itarvordan bu egasi texnikani haqiqiy jigarini sug'urib oladigan odam ekan. Qaranglar, lekin mana addi shu xomitlari bilan qilib chiroyli qilib terib edik. Boltlarigacha addi shu qilib atida bo'ldi xullas. Lekin yechib qaytirish buni itarvorda akalar. Sizlarga vash tavsiya bermayman. Hamma o'zini ishini qilaversin ekan. Akalar, iltimos, bunaqa xizmat bizda yo'q boshqa. Aloqaga chiqmasligim mumkin shuna arava bo'yicha. Faqat bizga akalar shu o'zimiz sohamizni olib kelsalar, xursand bo'lamiz. Odamni yuzi qaytarilmadik. Mana xudo xolasa. Xo'p, 4 da boshlab mana 11 da pashta tugatib turibmiz xudo xolasa. Bitta ishga lekin baho berib qo'yasizlar. Chiroyli qilib boltlarigacha yangi qo'yib, mana rezinkalarni atib o'qib. Boltlari mana qaranglar, svarkalar borligida bunda. Buni yechib qaytirib yangi boltga qo'yib tayyor qo'ydik. Xolos lazim sinmasin deb 12 kechada ko'rib bo'lgandik kechqurun. Xudo xolasa qilib chiroyli qilib bitirib qo'ydik.